Assalomu alaykum barchaga navbatdagi kotyollarimiz tayyor bo'ldi mana. Uzoq yonuvchi aqlli kotyollar 35 kilovattligi bu. Bu kotyolimiz Amudaryo tumani Krupskiya mahallasiga dastlab ketib beramiz xudo xolasa. Bu kotyolimizni siz kuzatuvchilarimizga ozmuncha tushuncha berib o'tib ketamiz. Bu kotyolimizning zapravka joylarini ko'mir solish xonasini 50 kilogramgacha ko'mir sig'adi. Aslında çubuğun kalasnik bo'ladi bu kotyolimizdan. Qapqoqlarimizning regulyovka joylari bor har doimgidek. İki tarafından. Bu kotyolimizning komplektida termodatchik, regulyator, termostat bo'ldi. Tayoqchalarni qo'shib berdik, tozalash tayoqchalarini. Bu kotyolimizning orqa taraflarida kitoblari ko'p mana. Shu kitoblardan o't aylanib o'tib ketganning hisobidan ekonomik bo'lib ishlaydi bu kotyolarimiz. Orqalaridan tozalash ishlari qo'yilgan. Dimoxodlarimizga ham tozalash ishlari qo'yilgan. Ventilator, termostat hamma narsa komplektida bor. Bu kotyolimizning bu eshigidagi bu anjomlar yangilik narsa bo'ldi menga. Ko'mirni solayotgan paytimizda qulaylik yaratish uchun. Kun sayin mijozlarimizga qulay bo'lish uchun harakat qilyapmiz. Navbatdagi yangiligimiz mana. Kulchaligini ham ishlaganmiz, buning kulchaligini. Har xil turdagi aqlli ko'mir kotyollar Amuteplo brendi ostida chiqarmoqdamiz. YouTube kanalimiz Jasur Temir Eshik. Shu kanalga obuna bo'lib qo'ying, yangilik narsalar tashab turamiz. Instagram sahifamiz Jasur Temir Eshik. Kanalimizga, sahifamizga obuna bo'ling. Bundan da yangi kotyollar, temir eshiklar hammasini kanallarımızga joylab boramiz. Arkada turgan kotyollarimiz, o'tgan videolarda obzor qilgan kotyollarimiz, tayyor bunkerli kotyollarimiz bor. Hozirgi kunda qiziqqanlar bo'lsa, bu kotyolimizni Krupskiyada Azoteka degan santexnik o'rnatadi bu kotyolimizni.